Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Bu ko'rib turgan modellar Isuzu NPR 75 bazasiga yig'ilgan teleskopik vishkani ko'radi. Samarqand avtomobil zavodida ishlab chiqarilayotgan modelimiz. İçini ko'rsatdim, konditsionerlarigacha bor o'zi. Juda komfort model. Kabina qismi mana shu oynalari ko'tarilib chiqiladi, elektrический, bokovoylar, обогрев, elektron sistemaga ega, senter zamok bor. Bu aynan 22 metr balandlikka olib chiqadigan vishkamiz bo'ladi. Yon aspektlariga e'tibor beringlar. Bu tarafda ham upravlение sistemasi bor, bu tarafdan ham ishlatsa bo'ladi. Asosan boshqaruvi aynan mana bu tarafda bo'ladi. Bu yoqdan boshqariladi. Bu sistemasi esa oyoqlari, ya'ni bilasizlar, ishga ishlatadigan ekanlarimiz o'zi biladi sistemasini. Oyoqlari chiqadi, ko'tariladi mashina, salkam 56 sm balandlikka ko'tariladi mashina. Mana mashinamiz tayyor, 22 metrlik ishga sotuvda tayyor turibdi. Firmaga olsanglar bo'ladi, budjet tashkilot, частный aynan shu biznes bo'yicha ishlaydigan akaxonlarimiz bo'lsa, akaxonlar pulni ko'rpan tagiga yig'manglar. Mana texnika olinglar, mazza qilib ishlatinglar. Aynan soqqan yuradigan texnika bo'ladi bu. Bilasizlar, ko'zlaring soatiga necha puldan ishlaydi bular. Narxi kommentariyada yozib qoldiraman, plyus belgisini qoldiringlar, narxini yozib o'tib ketaman. Agar yana qiziqtirgan savollaring bo'lsa, qolaman, bemalol kommentariyada yozib yoki nomer qoldiraman, bemalol bexijolat telefon qilib so'rasanglar bo'ladi. Bu va boshqa turdagi texnikalarimiz ham bor. Furgon modelimiz Tent bor 75 bazaga. Gazli modellarimiz bor. Bu aynan salarkali model, 150 ot kuchi, 6 ta pog'onalik korobkasi. Bemalol perival-merivalda bemalol qiynalmasdan daji boru respublika bo'yicha ishlasa bo'ladi. Buni ishni ko'zini bilgan akaxonlar boru o'zi biladi buni qanaqa ishlatishda. Xohlasanglar 10 tonnalik furgon, tent, bartovoy, shassi holati bor, samasval. Bilasizlar, Isuzu texnika hammasi sifatli, hammasi garantiyalarigacha bor. Hozirda Space texnikaga 3 yil yoki 100 ming kilometr garantiya berilyapti. Kelinglar mana. Qolamiz avtosalonimizda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.